Assalomu alaykum hurmatli hamkorlarimiz. Bugun sizlarga 6-chi, 7-chi, 8-chi pokoleniya Rushton blenderlarini tushuntirib beramiz. 6-chi pokoleniyadan boshlaydigan bo'lsak, bunda blender bo'ladi. Mощности 1,5 ming watt bo'ladi va bunda dynamic blade funksiyasi qo'shilgan bo'ladi. Dynamic blade nima degan bo'lsa, imенно pichog'i oldiga chiqa oladi. Bu funksiya dunyoga mashhur Brown brendini ham Rushton blenderlarida bor. O'zini o'sha soklarni qo'yish uchun, narsalarni qo'yish uchun отдельный idishchasi bo'ladi va cho'kkari ham bo'ladi. Mishiri bo'ladi. Masalan, tuxum ko'paytirish uchun va yana aytib o'tirganim dynamic blade funksiyasining o'zi asosiy funksiyasi shu blender ayollarimiz qilishayotganda bir xil joylarga o'tib bora olmaydi idish hisobiga, lekin imенно shu funksiya hisobiga har bitta zarralarga idish yetib boradi. Imенно pichoq oldiga chiqayotgan bo'lishi uchun pichog'i полностью temirdan qilingan bo'ladi. Endi 7-chi pokoleniya Rushton blenderimizga o'tadigan bo'lsak, bunda ham xuddi shu dynamic blade funksiyasi bo'ladi. Imенно ko'rayotgan bo'lsanglar oldiga chiqadi va bunda o'zini multifunksional idishchasi bo'ladi. Bunda mevalarni, sabzavotlarni chiqarish uchun, maydalash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bunda отдельно pyure nasatkasi ham bo'ladi. Buni ochib olsangiz ko'rib bo'ladi, ko'rsatib beraman. Mana pyure nasatkasi. Va bunda ham o'zini xuddi shu tuxumlarni aloqalaydigan mikser bo'ladi, faqat bunda ikkitalik ko'rayotgan bo'lsanglar. Va bu yoqda o'sha imенно multifunksional uchun mo'ljallangan har bitta o'zi mevalar uchun отдельно ishli uchun ajratilinib nasatkalar qilingan. Endi yaqindagina Hoffmanda yetib kelgan Rushton blender 8-chi pokoleniyaga keladigan bo'lsak, bu yoqda 6-chi pokoleniyaga o'xshab faqat asosiy narsalar qo'shilgan. Bunda ham yana eslatib o'taman, dynamic blade funksiyasi bor. Plus bunda ham yana o'sha chopper vazifasini o'lchaydigan funksiyasi, mikseri va idishchasi bo'ladi tushish uchun. Lekin bunda bizda endi yengillik bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu endi sensorli upravleniya ham qilsa bo'ladi, yurishni ham qilsa bo'ladi. Imенно blend qotganinglarda o'zi ikkitasi yonadi. Keyin buni nasatkani chopperga o'zgartirsanglar, bu ikkita funksiya yonadi. Buni imенно benchga o'zgartirsanglar, bu ikkita funksiya yonadi. Nima hisobiga? Bu o'zi avtomatik tezlik tanlab beradi va bunda blokirovka от детей degan funksiyalari ham qo'shilgan. Va yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hamma blenderimizda avtomatik push qilsanglar bo'ladi. Har qancha qattiq bossanglar, tezligi shunga qarab o'sib ketaveradi. Bu juda qulay. Masalan, o'zi blend qotganinglar o'zinglar bilasiz, tezlash kerak bo'lsa, sal qattiqroq bossanglar, juda tezlashadi. 3 yil Rushton blenderimizda ham xuddi shu funksiya bor.